Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zurdun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Atsi Şinjan gazetida Şinjan chegarasi daxlisiz degan mavzuliq bosh maqola va Shingdobanning harbiy boshliqlariga so'zlagan so'zi berildi. Uning to'limi katta rasmining ostiga chegara rayonining eng töhbikor qo'g'dug'uchisi degan xatlar yozildi. Bir kun o'tib Urumchi shahrida harbiy parad, Ulanbayda manevri bo'ldi. Havada aeroplanlar, ko'chalarda liq qurolliq askarlar bilan to'lgan mashinalar, arch shoxlari bekitilgan tanka, atlar so'rigan zambiraklar, piyoda, otliq askarlari shuar to'lishib, janubiy darvozadan Nalyon, Xuangqinggacha berib, Shangdobanning harbiy kuchini xalqqa ko'rsatdi. Kechda u polikdan yuqori harbiy boshliqlarga katta ziyofat berib, tizimli kutishgan 4 nafar diviziya komandiriga $5000 dan mukofot berdi va ularni o'zi qadah sunib tabrikladi. 6 ay oldingi sepiga atlangan jangchilarni atsi dag'dug'i bilan yo'lga selib bo'lib, kechda xotini Chu Yufang bilan billa changchilik ko'rdi. U o'zini qasdan xushal, ko'tarangi, ruhliq tutishga tirishdi. Lekin u nagili barmison bir vahima arvohi uning bilan billa bo'ldi. Nimani qilmasin, uning atrofidan qo'rqinchli soylar billa yurdi. Hayotida rahat farog'at bilan lahaflashgan bu odam g'am andishining to'limi qo'rqinchli, azobli narsa ekanligini tunji qatim his qilayotgandek. Oqshimi yangi yasalgan katta uyda brandi harqidan ishchib etib, o'ltirib xotiniga Yufang, Yaponiyadagi uyimiz qolsidi, oddiy bo'lsa-mu? dedi. Bu tuyuqsiz asimidan xushal bo'lgan xotini kulib, "Unutib qoldimikin desam, unutamabsiz, ha?" dedi Shingdoban. Yoshliqimni to'la aslaydigan bo'lib qoldim. Qiyirliqning belgisi-g'o deyman, ha? dedi. "Yo'q, qiyirliqdek yiroqda. Jiangji Shi cheg'ida o'zini qiyri demaydi. Churchill 69 yoshga kirganligini bulturli tabriklab, dunyoga katta ta'sir qo'zg'atdi. Stalin hozir 65 yoshga kirdi. Roosevelt 61 yoshga kirdi. Mashhur doilardan birli Gitler siz bilan dematdik degidak. Roosevelt, Gitler, Shingdoban 1 yilga taxtga chiqqansizlar. Ular qiyirmaydi, siz nima ish qiyirliqni o'ylab qoldingiz? Balki g'am to'la bo'lg'achqa shunda qo'ylab qolgandaman. Sizcha Jiangji Shi sizga yuzsizlik qiladimi? Men uninga yuzsizlik qilaman, Yufang. Shunda qilmasam, u meni hammadan quruq qo'ydigandek turadi. Qingdongbay anzisining ikkinchi qadamini bosay demsiz? Shunda qilmay amal yo'q. Bir tozlamasam, Gomindang meni saq qo'ymag'idak. Men sizdan ansirayman, Jin Yong. Nimishqa? Jiangji Shi harbiy harakat elib boramdikin deyman, ha? Ashliq mulozimat boshqarmasiga 1 yillik oziq-tulik tayyorlab qo'yishga buyruq berdim. Sovet konsulxonasiga Gomindangga qarshi qurolli harakat qo'llanaman. Qo'llanglar deb yilnoy deyman. U rad qilmasalar Gomindangning 3 diviziyasi kuchim yetadi. Rad qilsa ishim chatoq. Uning ustiga eng qobiliyatli qo'mondonim Liu Jingshin yaqinda turmaga kiradi. Uni turmaga tashlamasam, men xavfli tuyulyotidi. Men Jinshurinning o'rniga tushib, u o'z vaqtidagi Shinsayning o'rniga chiqadigandek turadi. U Gomindangga eg'ib oldi. Harbiy harakat qo'llansam, uning o'rni bosqidak bir yeri yo'q. Mal dunyo, oltin kumush yetarlik. Kessak bo'lmasmi? Nima? Amaldan ayrilib yashamdiman? Yo'q. Uningdan o'lgunim yaxshi. Amalsiz yashashning o'zi ishqilatim o'lgan bilan o'xshash. Sirtdan xabarchi askar kirdi. Chusining janoblari keldi. Dadammi, nim bo'lgandi? Chu Yufang valvul oltin zinnat buyumlari va zar bosgan yenada ochmiqi bor ko'nglikini yaltiritib o'ltirib turdi. Shangdobanmi yepak uyqu kiyim bilan o'rindan turdi. Osma chiroqlar, tam chiroqlari biraqli yongan.
chet el gilamlari kristallar bilan bezalgan katta uyga pakar, yo'g'on qo'rsoq, qisqa bo'yin, chashqan burut Chiosilin kirib keldi. O'ltirayli, dedi u kristalga o'ltirib yetib. Men G'o'jina hisda Abdumarimning begi degan bir kishi bilan yaxshi o'tgan. U nurg'un so'g'i bilan Urumchik kapti. U Shandobangida 10 yombu akapti. Bir ko'rsam deydi. Bu mening elchilikka kelishim. Uning vujudi gumon, mag'rurlik va o'zini ko'rsatish hissi bilan to'lgan. Shunga uning vahshiylik shakllangan. U qiynatsig'imi o'z takabburligini yo'shira olmadi. Nima ishi bor ekan? U qo'pol so'radi. Mo'yin bir ishni doklad qilmoqchi ekan. Kimning ustidan shikoyati bor ekan? Jangsiling degan samon qo'rsaqning ustidan. Ha? Shansay qiziqib so'radi. U paraqdimi? Yo'q, Abdumarning deyishicha hozir G'o'jining hamma masjidlarida islom hukumat qurish ustida tashviqot bo'lib atqadak. Nilqoq, Qo'rg'os, Tekaz, G'o'ji nahiylarida qurolliq banditlar paydo bo'libdi. G'o'jining hamma odami shundaqmish. Boylar minglab ot, qo'y, oltin taqdim qilib atqadak. Texi o'rislarning yordamida u yer bu yerda harbiy mashq elib berib atqadak. Shundaq ahvolda tursimu, Jangsiling u yerdagi boylar, dindorlarga biz sizlarga ishimiz deb ular bilan apaq-chapaq bo'lib yurgidak. Liobing dening doklati buning aksicha. Bu Uyg'ur deganga ishonmayman. Ular bir nimaga erishish uchun bir-birini, hatto millatini sotadi. Uningdan zodi sanga nima lozim? deb udulni so'ramadingizmi? O chiqdimigini bilan Ili viloyatining muavin valiyligini ta'ma qiladigan o'xshaydi. Heliq tatar qizni inim Shavchiyo'ga taqdim qilgan minbigi bo'lmasin yana? Chiyofang so'radi. Shu. Men Ilidagi vaqtimda uni minbigilikka Turdaxunbay tunishtirgan. Keyin muavin hokim bo'pti. Shansay qapqani turib o'rindan turdi va telefonni elib tutqushni burdi. Nega deyma? Ili to'g'risi qilgan dokladning shanchilikmi? Biri boshqa gaplarni qilib bu yerga kelibdi-ku. Jangsilingning ishi boshqa gap. Banditlarning qutratqini rasma. Nilqadagi Akbar g'anila o'g'irlik qilib yurgan bo'lsa, bu boshqa gap. Go'mindan hadisli muqimlik, odillik degan narsani so'zlab bexudlik iddiasini kuchaytiribdi. G'o'jada mas'uli chiqsa, jang mas'ul, Go'mindan mas'ul bo'ladi. Shular o'zi tozlaydi. Cho'qim shunday qilg'izaman. Chegaradan o'rislar besib kirmaslar bo'ldi. Eng cho'ng xavf o'rislar. Razvedkaning o'yim nuqtasi shu. Qochqonlar kechiversin, ammo kirganlarga qattiq ogoh bo'l. Hatto chivin kirsimi qattiq tekshir. Hargiz bexastalik qilma. U telefonni jaqqida qo'yib qiynatsig'i aytdi. Xotirjam bo'lsalar, G'o'ja tinch. Chatoq chiqsa Go'mindan mas'ul. Jangsiling degan Huangrujinning odami. Liu Jingshin bilan yaqin. G'o'jada xatar bor deyilsa, xatar naqshu Jangsiling. Ko'radi qismlarning komandiri Yu Jiyuan Suydondagi Lu Hongsun, G'o'jadagi bir nechisi suiqasdchi unsurlar. Mana shular xatarlik. Siz meni G'o'jadan yo'tkivatmagan bo'lsangiz, bu chaqqicha. Hay. Chandurdingiz dada. Apyon sodisi, oltin sodisi, parxo'rlikni aditivatdingiz. Sovet taraf bo'libmi, Jungo kommunistlari sizni misol qilib, mening hokimiyatimga besim ishlatdi. Amal bo'lmadi. Siz qilganni boshqa biri qilgan bo'lsa, 2 qatim o'limga buyurilatdi. Men qilgan yaxshiligingizni oqlash uchun sizni oshkora qo'qdi deb. Hech qanday besim cho'qonlarga parvo qilmadim. Siz o'z vaqtida meni e'tiborlab, Janzoning generalga tunishtirmagan bo'lsangiz, men Yaponiyaga berib o'qolaytimmi? Yufang ishkimizni Yaponiyaga avatib o'qitdingiz. Sizning Yufangni menga loyiq bilib, bizni bir o'ylik qilib qo'yganingiz mening hayotimdagi eng cho'ng baxt, eng cho'ng burilish. Mening baxtim, ta'lim, uyimdan boshlandi. Baxt omad zo'riyib, biz Shin oilalari Xinjiangdagi mush cho'ng zamonning xo'jisi, podshohiga aylandik. Yufang qo'ya. Barandidan yana birini qo'y. Sizlar bilan birga o'ltirmagani uzun bo'pti-kan. Birdamdala ustal qimmatlik yerlik zakoskalar, to'xuning tili, eyiq tapini,
bug'uning qini va dengiz mahsulotlaridan rak, beliq tuxumi, haysing va badan quvvatlantiradigan boshqa yemakliklar bilan to'ldi. Chu Yushun, Shing Shiji qatorliq bu oilaning shahzodalari, malikallari bir telefon bilan yetib kelishdi. Qo'l, bo'yin, bosh kiyimlari yalt-yult oltin. Gaplarmo oltin kumush ustida bo'ladigan bu Xinjiang xon jamiyati xelidan beri jam bo'lishmagan. Mana bugun tuyuqsizda jam bo'lishib, Shingdoban Chiosining Chuyanjanglarning salomatligi, uzun umr ko'rish uchun qadahlar ko'tarishdi. Mayli 10 ming, mayli 100 ming, mayli to'g'ri, mayli xato o'ltiray. Qancha odam o'ltirsam-mo Jiang Jishi g'ing qila olmaydi. U tushunadi. Men qotillik qilsam Xinjiangni tutib turish, Xinjiangni mangu Jungo tuproqidan ayirib etmaslik uchun qilaman. Men cho'ng ishni qila olganim uchun Jiang Jishi meni har qanday vaqtda, har qanday gunohdan kechirim qilib, milliy qahramon deyalaydi. Shing Sai mas bo'lib qoldi. U bundaq chaqda madihiga to'limi amroq bo'lib ketadi. Jiang Qiandan chog'la qanchalik bir nima edi. Xinjiangni Jungoga haqiqiy bog'lagan odam akam Shingdoban. Shingdoban yaxshisi. Dedi Shingdobanning qiynisi Chu Yushun. Men Shing Shiji akam Shingdoban uchun yashayman. Mening baxtim akam. Maqtash, madihiya, sadoqat bayon qilishlar avjiga chiqdi. Qeri Chongzongjun Xinjiang bizning o'z uyimiz, shaxsiy boyligimiz. Men birinchi bo'lib qo'limni Gansuga so'zdim. Lanju shahrining o'ttirsidan Huanghe daryosiga yaqinli yerdan bir katta joy setib oldim. Gansudan Shanshiga, ondan toshpoqchilab menib Beijing, Shanghai, butun Junguni o'z oilamiz, shaxsiy boyligimiz qilish uchun ko'tirayli. Dadam ko'nglimdagi gaplarni aytdi. Yaxsin cho'silib. Bu Shingdobanning eng oxirgi gapi bo'ldi. U Fransiyada yasalgan xurum kristoda uxlab qoldi. U cho'chib uyg'ondi. Uning yonida Chu Yufang yalang'och yotibdi. U xotinining yiliqi oltin sodisi qiladigan Feng familiyalik bilan chatqi borligidan gumon qiladi. Lekin u o'zi hozirgacha necha ayol bilan ko'ngil ochdi. Nanjing, Shanghaylardagi heliqi qizlar, Moskvadan taqdim qilingan Malikova. Har kuni o'rin almashtirib turadigan ismi noma'lum chiroyliqlarmi yodida qolmagan chiroyli qizlarning soni yo'q. Lekin u Songmilingning qo'lini suyib qoldi. Chongqingda Songmiling uningga tuzikkina chiroy ochmadi. Shuning uchun muni yenida yotgan xotini shuncha sat ko'rnamdikin tan. Ha, muni xotin o'ri yurganda xeli chiroyli edi. Hozir nimanchi sat. Ko'zlari ko'kargan, atrof qo'ruq. Burni Shingdobannikidan panoq. Og'zi maymaqroqmi nima? Bunda xotinni qandaqmi bag'riga bosqili, so'ygili bo'lsin. Bu barandi quvvatlik yemakliklar tezi o'z kuchini ko'rsatdi-ku. Chu Yufangni xush qilaymi yoki heliqi Marvoyit uydagi maxfiy ristib degan kitobda 40 dan oshgan xotin bilan bir qatim billa bo'lsang, 18-19 yoshli bir qiz bilan 10 qatim billa bo'lgandek energiyadan ayrilsan. Qeri bir xotin zahar deb yozilgan. Hargiz 47 yoshimda zaharga o'zim urmayman. U ikki kishilik yomlim karvatdan asta tushdi. Putining uchida dastlab neriq uyga chiqdi. Chu Yufangning 17 yoshli kutkuchisi kresloda qing'iyib uxlab yotadi. Shing Sai chiroqni o'chirdi. Qizni mujib tutdi. Qiz varqirmoqchi bo'lib edi, Shing Sai "Varqirma, men tutuqladim" dedi. Qiz jim bo'ldi. Qiz uning dumbillarini silashga boshladi. Shing Sai "Tiz eshit" dedi. Atdiganlikdan Chu Yufang o'rnidan turib, Shingdobanning yo'qligini bilib derazadan qaradi.
Shinsay yangi binoning o'rmonliq, gullik beg'ida qilichini o'ynatib, chaqqan-chaqqan sakrab, qurol mashq qilmoqda edi. Yo'q, uning ko'ngli yo'q, dedi Chiu Yufang ig'ir xo'rsinib. Shuncha dori haroqlarni ta'sir qilmadimi? 70 yoshlik buvay bo'lsin, tinch yotmagan bo'lar edi. Attiganligi Shinsay Doban mahkamasida birinchi bo'lib anglagan yangi xabar Sovet ittifoqining bosh elchisi Van Yushkening Jiang Jishining tishiga tegib Sovet ittifoqining Jiang Jishini mansitmaydigan pozitsiyasi ifodalangan davlat xatini Jiang Jishiga topshirganligi bo'ldi. Stalin g'olib. U Jiang Jishini nimishqa ko'zga ilotdi. Stalin g'olib. U hozir 6,5 million askar bilan Gitlerning 5 million askarini qo'qlab Yevropaning g'arbiga siljimoqda. Jukov Polshaga kiradi. Az kunda Germaniyaga kiradi. U Berlinga o'rg'oq bolqi girbi bor bayrog'ini qadaydi. Dunyo yashsin Stalin deb shuar to'laydi. Dunyo uchun xushalliq bo'lgan bu ish Shindoban uchun bir dahshat. Stalin qo'lini birlashtirsa, KGB'ning odamlari Shinsayni birdan-bir joylaydi. Stalinga yaxshi ko'rinishning yo'li nima? Albatta, Jiang Jishiga zarba berish. Qingdongbay anzasining ikkinchi qadamini tezlatish. Huang Rujin boshliq 1500 odamni qo'lga olib, ham Gomindangni aldab, bular bolsheviklar. Sovet bilan Jungo kompartiyasi bilan birlashib, Shingni og'dirib, Xinjiangni Sovetga bermoqchi deyish. Yana bir jihatdan intayin yo'shirin yo'l bilan Sovet ittifoqiga o'zining hozirmi Stalinga sodiq ekanligini, Stalinning maqsadiga moslashish uchun Gomindangga zarba berayotganligini bildirish kerak. Bir ish bilan ikki burutliqni rozi qilish kerak. Shinsay mana mushxil ishqa mahir. Tashqi Mongoliya bilan Gomindang toza qattiq so'qisidi. Gomindang mag'lub bo'lsaydi, bu ish Shinsayga foydali edi. Sovet cho'qim Shinsayni o'ziga tartatdi. Gomindangni Shinsayga aktiv moslashishni iltimos qildi. Sovet konsulxonasidan hech sado yo'qmi? Sovet cho'qim Shinsayni o'ziga tortadi. Chunki u Gomindangning yuragi qadalgan tig'. O'z vaqtida Bolsheviklar partiyasiga a'zo bo'lib, 3-internasionalning himoyasiga erishalgan Shinsay hozir Gomindang Xinjiang firqasining boshlig'i bo'la oladi. Hayotida ikki partiyaga a'zo bo'la olgan Shingdoban endi o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun yana bolshevik bo'lishga tayyor. Hatto zarur bo'lsa, Mao Zedongning partiyasiga iltimos yozaveradi. Amerikaning Urumchidagi bosh konsuli G'olji shahriga berib, sho'ba konsulxona quribdi. Huang Rujin buningdan bakmi xushal bo'lib, bu Roosevelt Zongtoning Gomindang partiyasini amaliy yo'lashga o'tganligining birinchi qadami debdik. Gomindang Xinjiangda hukmron o'ringa chiqolmaydi. Shinsay uningga yo'l qo'ymaydi. Amal bo'lmaganda armiyasiga shaxsan o'zi qo'mondonlik qilib bo'lsa-mu, butun Xinjiang banditlarini atrofiga to'plab, Gomindangni qo'g'lab chiqaradi. Gomindang chiqib ketgandan keyin 10 yilning oldidagidek banditlarni xemirda qil sug'organdek birma-bir elib tashlay oladi. Ular xoin. Turkiya, Angliyaga bog'langan maqsadi mustaqil Sharq Turkiston qurib, Jungodan bo'linib chiqib ketmoqchi desamna, Sovetmi, Yan'an kommunistlarmi, hatto Jiang Jishining o'zimi meni siyosiy, harbiy jihatlardan qo'llaydi. O'zlarining pichqida o'zlarini, birining pichqida yana birini so'yish, mana bu mahir siyosatchining qo'lidan keladigan ish. Siyosat degan mana shunday oddiy narsa. Qo'lingdagi qurollarni almashtirishga mahir bo'lishing kerak. Xuddi xotiningga to'ydirmay almashtirgandek. Uning ishxonasi xiyol, plan maydoni va mahorat yetildiradigan bo'shuk. Mana atdegandala uningga 10 xil yangi xabar do'xlat qilindi. 20 necha telegramma topshirib oldi. Uning to'nigunga gangrab qolgan kallasida yangi fikr, plan va tadbirlar paydo bo'ldi. U darhol telefon bilan Doban mahkamasining oliy darajalik maslahatchisi Wang Hongsaoni yeniga chaqirdi. Wang Hongsao egiz, ko'zlari yo'g'on,
kamsiz odam darhol eshikda paydo bo'ldi. Lavon, keling. Mono xetimni darhol ruschaga tarjim qildiring. Anglab beqing, bo'ptimi? Van Xumsao Dobanning yanida kirsoda o'ltirib, itoatmanlik yig'ib turgan ko'zlarini boshliqiga tikdi. Shinsay xatni o'qidi. Hurmatli konsul janoblari, men Xinjiang Doban mahkamasining boshlig'i Shinsay nurg'un o'ylanishlar va amaliy selishtirishlardan keyin Stalinga Sovet ittifoqi qilgan vafosizligimdan qattiq o'kinib, samimiyatsizlikning ig'ir azoblari bilan qattiq qiynalib, oxir mardlik bilan xatoliklarimni tunib, ulug' marksizm, leninizm haqiqati oldida tez tukish qaroriga keldim. Yevropa osmonida tuyuqsiz paydo bo'lgan ozdirg'ich qora bulut bir mahal ko'zimni etib elib, meni ulug' g'oyadan mahrum qildi. Har qanday bir ulug' odamning bexudligi va xatoligi bo'ladi. Masalan, tangdish yo'q Dana Stalin janoblarimi Gitlerning shartnomaga qo'ygan imzosiga ishinib qilib, azroq bexudlik savalligiga o'tkazganiga o'xshash. Men uch maslakni buyuk bilib, uni marksizm, leninizmning o'rniga qo'yib oldim. Mening haqiqat izlash yo'lidagi bu savalligim va xatoliklarim sizlarga xeyli cho'ng ziyonlarni soldi. Bu ziyonlarni buningdan keyingi to'hpillarim bilan to'ldirish qasam qilaman. Men Xinjiangdan Gomindani qo'g'lab chiqarmoqchi. Yaqinda kaskin tadbir qo'llanaman. Xinjiangning mangulik taqdirini ulug' otimiz Stalinga, Sovet hukumatiga topshirmoqchiman. Jungoda mundaq bir danglik so'z bor. Xatolik o'tkazish ayib emas, orqa qartib nayza urish qimmatlik. Men nayzani orqa qaratdim. Mush yilning oxirigacha Xinjiang Gomindangdan pokiz tozlanib, Stalin va Sovet hukumatiga mangulik topshiriladi. Men bu gapni qasam ma'nosida dedim. Bu mening qasamim. Men siyosiy, harbiy jihatni qo'llashga muhtojman. Sizlarning samimiy umidimni o'ylanib ko'rib, tezroq javob berishinglarni umid qilaman. Stalinga mangu sodiq, sobiq bolshevik Shinsay. Qandaroq? Nayt yaxshi. Diplomatik purqi to'limi qo'yib, bir yeriga. Ha, aytim, nari, siz degan zamonimizdagi jo'g'ili-ya. 36 tadbir, ko'ngzimingizda ta'limoti, Yevropa diplomatiyasi, tarix va davr bilimlarida yetilgan odamsiz, tortilmay davering. Masalan, Stalinning xatoligiga til tekkizmasdan, Leninga tekkizib, shundaq ulug' proletariat ustozi Leninmi Trotskiga bexudlik qilish xatoligidan xoli bo'lolmaganidek deb o'zgarsak, joyida. Dedi Shinsay o'rindidan chashrab turib. Nayt yaxshi. Amsalava, bu ishni sizga topshirdim. Tuzib tarjim qildirib, o'z qo'lingiz bilan Sovet konsuliga topshirib bering. Van Xumsao chiqib ketgandan keyin u Li Yingchiga telefon berib buyruq berdi. Ikkinchi qadamni mush yaqinda boshlaymiz. Jiang Jishiga telegramma ber. Biz Oltoydagi banditlarni ajallik zarba berishni boshladik. U o'z donaliqidan to'limi rozi, lekin vahimadan xoli emas edi. Navada Stalin talabimni rad qilsa, Jiang Jishi mening Huang Rujin Linjinma kommunist deganimga ishonmas uchun. Stalinmo Jiang Jishimo menga dushmanlik bilan qarash uchun. Uning ustiga Gomindang hadab Xinjiangga askar yo'tkazadi. Uning askari kuchiga teng kelolmasam, yerlik banditlarni menga agashmas uchun. Ularni hozir Sovet qurollantiryapti. Bu uch kuch meni qismoq qilish uchun. Uning dadini ko'yishga turdi. U chavaq chaldi. Qeyri xizmatchisi kirdi. U yon uyga kirib, kirso'g'a qiysaydi. G'amisini og'ziga selishga oldirab, qo'llari g'alildab titradi. Xizmatchi trubkaning uchini uning og'ziga tishlatib qo'ydi. U ko'kish, yumshoq mazrakisini puroqiltib ichiga tortdi. U Stalin, Gitler, Roosevelt, Churchill hatto Mao Zedong, Jiang Jishilarmi menga o'xshash odam. Ularning ishlari mushunchalik mushkulmidi. Ulug'larmi mag'lub bo'ladi. Chingizxon, Napoleondek ulug' g'oliblarmi mag'lub bo'lgan. G'alba Apyondek vaqtliq aram. Mag'lubiyat mangulikmidi? Yo'q, xotinim to'g'ri aytdi. Men qiyra emasman. Men mag'lub bo'lmayman. Nimishqa yomon tarafni o'ylayman. Kim shu g'alaba qozonganda mag'lubiyatni o'yladigan sapsatini chiqargan?
Men yengiman. Gomindani qo'g'lab chiqaraman. Stalinni, Jiang Jishini cho'qim oldiga olayman. Men degan shingissay. U xo'rak tartib uxlab qoldi. Ammo 1 minutdan keyin cho'chib uyg'ondi. Yo'q, yo'q, dedi u tapanchisini g'ilabdan chiqarib. bu mumkin emas. Nimishq Stalin burkut, Jiang Jishi qolgan. Men pash bo'lg'udakman. Yo'q, men pash emas, men burkut. Anglayotganinglar Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Yo'q, ukam. Chidag'uchilikim qolmadi. Bu odamning ko'radigan kuni emas. Yasang shunodek midirlay olmaysan. Qilayotganing eshakning ishi. Yeyotganing ishning ishi. Hojatxona talish mushlishyotgan. Pitsirga paskini yer. Ses qava, til ahonat, tayoq, bağlaq. Pah, bundaq makonning borligini o'ylamagan, anglamagan men. Kang o'yla, bükküdü bağ, yap işil etiz, sınık yorga, köngüllik meşrep, oğlaq, xutun, o günlər çüşünmü, bunu günlər çüşünmü, nime qılğınımğı veylündü köyümen. Ufkam Ahmet, ürü veriş xiyalımğı kirib aldı. Sen menin qerindişim, etqina, ahırqı yaxşılıqın şu bop qalsın. Ürü verişinin yolu qaysi? Sırtmaq, pişaq, derya, quduq, zahar, igiz bina, tikyar. Bu yerde bularning hech qaysi bo'lmasa, taş qusib o'lay desang, bir do'qmishda 100 qaranchoq. Sen meni bo'g'ib qo'yg'ina, men sendan 2 dunyo rozi bo'lay. Muxtarbay hasrab terlab bir tag'ar arzonga yo'nib turib, uzun ko'say bilan ko'ldagi bo'tqini aralashtirayotgan Ahmadga uzib aron nafas elib shularni dedi-da, bo'qildab yig'lab aytdi. G'ayrat qil aka, ko'p bo'lsa 2 oy qoldi. Bizga o'rlik bo'ladi. Yaqinda shansa g'olaydi. U hozir egisi yongan et. Gomindani Shinjongdan qo'g'lab chiqaraman deb ularni g'oljirlik bilan turmaga selavatdi. Texi yana tutudi. Turmalar hozirqidan nachchas torlashidi. Ko'rdingmi, av Xitoyning puti so'ngan. Avning bir ko'zini o'yib atgan. Ular shundaq turib ishlayapti. U degan Xitoy Ahmad, u baribir do'ziqi. Undaq dema. Ular avval odam, ondan qolsa Xitoy. Odamniki bizga o'xshash. Bir jallod, bizni Xitoy, Uyg'ur, O'rus, Qozoq, Shiba, Mo'ng'ul demay bir jadug'i basmoqchi. Qinimiz bir eriqdi billaqidi. Ularning kuni biznikidan battar. Heliqi qora soqol Xitoy yo'qab ketdi. Bilamsan? Uni Trotskichi deb 7 kun qiynagan. Esib qo'yib urib, ko'zini uyib, tilini kesib, tirnoqlariga mahqiqib, Nogay bilan kayindan qaynoq suv qo'yib, dahshatli qiynab o'ldirgan. Bah, shukr qilsam bo'lg'idak Ahmad. U nima gunoh qildi ekan? Shansayni mazoq qilib she'r yozgan ekan. Pah, yurak qopdak nimikina, bizning Nuriydek shoir ekanda, ha? Nurini og'zingda tushirmaysan. A'tiborliq bilan o'xshamamdi. Yo'q, o'zimning 6 bolasi bor. 3 o'g'il, 3 qiz. Nuri u degan bir navrinim ziyak baxshining tunjisi. Mening 6 bolamni yug'ursa, uning bir tal tirniq tirilmaydi. Ajoyib aqlliq. Chiroyi onasiga ahli payg'ambarimizga tortib edimikin tong. Onasi chiroyliqmidi? Pari edi. Inson bolasi undaq chiroyliq bo'lmaydi. Ha, mana shularni xiyol qilib yozsang, bu yerdan xushalliq tepiladi muxtarka. Eg'ir kunga qolsang, eng yaxshi kunlaringni asla. Eng yaxshi kunlaringda mushkullaringni asla. Xiyol bilan mo yaxshi turmush yaratqili bo'ladi. Men Japon jiq tortgan odamman. Sovet, Finlandiya urushi qatnashganman. Sana deb berdim-ku, ha? O'q tekkan o'liklar orasida 3 kun nimja yotganman. O'ladigan chaqda mening tiniqim borligini bayqab qopdi. Oxir mana bir ko'zim sal qisiq bo'lib saqaydim. Badanimda jarohat izi bor. Ko'rding-ku, jafo mushaqqat o'tib ketdi. Hargiz o'lib olaman dema. Go'zal kunlaring teqa oldingda. Oy, qara. Yiroqdan qo'lidan kaltiki bari biri Muxtarbayga var qaradi.
ishla qari. Heli baka o changi saqallarini yo'ngda. Shunda qilg'ina. Saqalim bo'lsimi yo'qolg'ash tursin. Nima? Nima dedim? Belimga chim turib qoldi deydi. Mening kaltikim chimning doğrusu jumo qari. Ey adaş, kaltikingni o'z xalqingga ishlatishga qanday qo'ling boradi? Nima dedi? Sen doim egri gap qiladigan nima ekansan? O'z xalqing deganing nimasi? Senlar degan jinoyatchi. Haqiqiy jinoyatchini bilolmadingmi texe? dedi Ahmad kulib turib, siliq so'zlab. Bu yerdagilarning to'lisi sening dadangga o'xshash amgakchi. Nima? Sen mening dadam nereden bilasan? Bilaman, sen amgakchining bolasi. Bayning bolalari bu ses qo'rinda ishlamda. U ko'zlarini chimirtib jim bo'lib qoldi. Ahmad uni yana gapga soldi. Bu turmadan chiqib ketamiz. Jahon uzun, yana ko'rishib qolamiz. Yaxshilig'ingga yaxshilik, yomonlikqa yomonlik yanadi jumo. Buni buvayni boshqasiga yo'tkab qo'ysang, dadamni xush bo'lib ketadi. Ha, desala dadamni ishlaysan. Sen dadamni biladingmi ya? Bilaman, sen moral veshiliq rasmo. Nereden bilding? Futlaring, ovozing, novchiliqing, mana menda moral beshidan deb tursa. Taza mulla tapqa o'xshamamsan. Moral beshini ko'rmagili mana yetdi bo'ldi. Anamning amchikini qattiq tishlab oldim ekan, gondopaylik qilyapman. Qachay desang, o'lasan. Ishlamay desangmi shu? Gondopay saqchi deganlarmi odam? U uyoq buyoq qarab qo'yib, hal aytishga boshladi. Sen rost aytsan, bu yer kirganlarning to'lisi yaxshi odamlar. Qo'limdagi hammasi qo'yib atkim keladi. Chori yo'q. Neni odamlar o'lib ketdi. Ovu temir ishning ichi odam qiynaydigan joy, so'roqxona. Sizlar ovozni anglaysizlar, biz ko'ramiz. Uylikni chiqib, mashinaga bosimiz. Liyodavanning bersiga qarzlag'i tashlab to'plab qo'yamiz. Odamning ichi elishidi. Er kishining jon yerini ombur bilan so'zib, uchaydak sug'urvag'indimi ko'ygan. Amin o'lgandan keyin bir pay o'q bilan o'ltirsa bo'lmamdi deyman ha. Bag'ritash, mehr shafqat deganni bilmaydigan qizil ko'zlar bu yerda xizmat qiladi. Menmi shu, ammo men chidamayman. Qirlarni qiynisa dadam ko'z oldimga keladi. Dadam yamoqchi, kashkirgicha mukidak midirlab mukchib o'ltirib, diraj bilan yonsi gap qiladi. Sen Ahmad qo'rqimsiz, mehribon, gapdon odamkansan. Turmadan saqchi qolamsan zodi. Cho'qim chiqaman. Menga aqlcha ayib qo'ya olmadi. Sovetning ishpiyoni deydi-ku. Paket qani? Paket temir ishning ichida 2 kunlik qiynasa paket qo'l qo'ysan. Tayyorlab qo'ygan qog'ozga men Sovet ishpiyoni Ahmad deb qo'l qo'ysan. Qo'ymasam-chi? O'lasan shu. Bu yerda odam degan piyozning sho'piki so'yib tashlab berdi. Avu 15-16 yoshli bolalarni ko'rdingmi? O'ttir maktabning o'quvchilari ekan. Changdongbay ansining odamlari emish. Sovet bilan kommunistlar birlashib Shingdobanni yo'qotishni planlaganmish. Chindongbay deganning putirsundi, madirlig'idek holi yo'q yotidi. O'lib qolarmikin? Barib nazoratining nozirimi? Ha, shu yaqinda texi cho'nglarni akiramish. Biz xalqmi, Xitoymi? Muxtarbayning qiziqirgani shu edi. Xitoylar. Pa, o'zining go'shini o'zi yeb tugusin ilohim bu kofirlar. Bu gapim bo'lmaydi, Muxtarka. Dedim-ku, xanzolamo bizga o'xshash zulm tortyapti. Ularmi erkinlik tashna. Biroq ular degan hukumat, biz xalq degan fuqaroda. Bu bir tangsizlik, shin saylamas, yansınshin, jinshurilarmi biz haq huquq bermagan. Mana mushundoq gundupaylik, jallotlik, shpiyonlikqa o'xshash amallarni bergan. Shin say bir mahal Sovet ittifoqining yordamida Uyg'ur, Qozoq, Tatar, O'zbek, Mo'ng'ul, O'rus, boshqa millatlar muavin nozir, muavin vali, muavin rais qilgan. Sovet degan yerda har qanday millat o'zini o'zi so'raydi deydi. Shunda Birlashma Jumhuriyat degan shu Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston degandek respublikalarning kapitallari sapli o'z millatidir. Mundaqda Ahmad, shundoq yaxshi yerdan bu yerga nimaga kelding deyman ha?
Men muşyalik, o cinahistim. Yurtni seg'inib kelgan. Yurt seg'inishim o jinoyatgan. Buni nadim bilay? Dilqut xazinasi. Yurtni yaxshi ko'rishmi jinoyat? dedi Muxtarbay qattiq uh tortib. Mening gunohimmi shu? Ani yurtimni ko'rganlikim. Chiqishib, qashqoliq deb sirtdan kelganlarni tillab qo'yaman. Ani yurtimga boshqa yerliklar, boshqa millatlarning izi tushmasa deyman-da. Ammo odam tug'ilgan yerida yashasa, dunyoda jedalmi, qirg'inmi bo'lmasa deyman. Xitoylar Kuniydan kelmasa, Shinjonga majra nadin keladi? Yerimizga keladi-da, yerni dastashni yaratmay, beshimizga dastsaydi. Mundaqmi insof haq bo'ladi-ku-na? Hammasi emas, hukmronlari. Shingdo bandaklar. Qandaq dedim adash, eting nimada? Etim Xudo berdi. Endi etimni o'zim unutib qolay dedim. Meni Xudobang deydi. Yo'g'on kaltak degani bu. Sen rost yo'g'on kaltakmi? Ha, kaltakman. Ömür bo'yi boshqalarning kaltak bo'lishga rozimisan? Nimdayda anam meni odam deb tuqqan. Bir kun keladi. Men meni kaltak qilib qo'yganlarning beshig'i tegaman. Yaraysa Xudo berdi. İşni hozirdan boshla. Buni muxtarkamni bir amal qilib, qilibqa elish sexi yoki ura sexi yo'tkab qo'y. Ozroq to'shib, bili chim bo'p qopdi. Baynan balasi o'xshaydi bu saqa. Bo'lmasa to'shish deganni naqsh to'lab yurib qolmamdigan. Lekin bu yerdagi 12 sexining hammasila o'xshash. So'pi yasab keraksiz qiqqaylangan arzongni tam tuviga dövlab, egiz tamdan sirqqa tashlash amgiki texmi ig'ir. U yerdagilar to'muzdimi, qahratondimi sirt ishlaydi. Ularning badani ba'ayni loyga eg'inib qo'pqan qavonning badani. Ularning kiyimlari ho'rin xotinlarning dasmeli. Ularga yuz, qo'l yuyish yo'q. Tamoq tanlash yo'q. Zadil yuyulmaydigan qachilarga bir jumush qo'noq o'mish tushkicha ular tamoqqa qator tizilib, o'chrat turishib, putlari g'alaldab titrab taqazzo bo'lishadi. Ular bekardilla bir-biri bilan lalmishtlardek talashib, bir-birining paskini badallarini tishlashadi. Ularning millati, yosh, qeyriliqi, hatto jinsini sirtdan farq qilg'ili bo'lmaydi. Ular go'yo yomg'irda qolgan chumula. Cho'l qaqasda qolgan belijon, o'tqa tushgan burga, lekin ularmi odam. Dunyoda arzu umid bilan yaralgan eng isil jon egisi. Ularning ichida o'zini ilmga, ulug' ishga beg'ishlaganlarmi bor. Lekin dahshatlik hayot realligi ularni ruh, arzu va irodadan mahrum qilgan. Hozir ularning arzusi birla yashash. Yashash uchun Benning yeyishi, jinini saqlab qolish kerak. Ularning ruhi o'lgan, teni saq. Tanning talabi ularning g'oyasi. Ularning irodasi o'lgan, kuch saq. Shu tandagi madarlash kuchi ularning barliq dasmoyisi. Shu kuch bilan qo'rsoq uchun, tanni saqlab qolish uchun tirishadi. Ular o'lib elishni zodil o'ylamaydi. Chunki ular uchun eng oxirgi vahima shu o'lim. Ular har kuni o'lganlarning midirlayolmayotganligini ko'radi. Kuniga 12 soat midirlash mahoratidan mahrum bo'lishni ular hargiz xohlamaydi. Ular hayotlik uchun kurashkichi jon egallari, tabiatning xo'jisi bo'lib yaralgan insonlar. Turma yaxshilarni qiynaydigan vaylun. Uning baqiy dunyodagi vaylundan farqi shu. Baqiy olamda gunohkorlarning kattallari kuydigan vaylunni ta'tirsicha sap ko'ngillik odamlarning makoni qilib olgan. Urumchining o'ttirsiga Doban yomilining shimoliga joylashgan tomlari egiz, yenidan o'tganlar burnin tutib o'tadigan cho'nqo'ru ikkinchi turma. Ahmadjon ismli yosh yigit G'o'ji turmasidan yo'tkab kelinib, mush turmada qattiq so'roq qilindi. Tayoq yedi, osh qoldi, esildi va o'tqa qoqlandi. Lekin u men bir amgakchi. Amgakim bilan jon baqay deb u yoqqa borgan. Bu yoqqa shu maqsad bilan qaytib keldim degan so'zdan boshqa gap qilmadi.
Axir uni mana sopun yasaydigan bu o'rinda emgakka salmoqda. Bu yermi o'xshashli turmi? Turmadikilarning farqi bular so'roq qilinmaydi. Kun bo'yi emgak qiladi. Mana hozir bu yerda ishlaguchilar kundan kunga ko'paymoqda. Tamoq kundan kunga nacharlashmoqda. Ahmad tinimsiz harakat qilishga odatlangan. Kishilarga siliq, mehribonlik bilan muomala qiladigan yigit bo'lg'achqa tezla hurmat topdi. U xanzulardan bekor bo'lsalar xanzu chiqat gap o'gandi. Boshqalar uxlayotganda u nadundur kitoblarni tepib olib o'qidi. Hech ish topolmasa turmidoshlarining tarjimonlarini angladi. U o'zi bilan taqdirdosh bo'lgan bu odamlarga bir xil tabiiy hurmat va insoniy muhabbat bilan muomala qildi. Mana hozir kecha. Faqat yenichili yetishqili bo'ladigan bu kamerada xo'rak, nola faryod va jo'ylishlardan boshqa ovoz yo'q. U xiyol dunyosidan kimlar bilan so'zlashmoqda. Shundoq, oz qoldi. Shinsay jon talashmoqda. Bu yil 1944-yili uning Xinjiangdagi hukmronligining oxirgi yili. Oxirgi oylar bo'lib qolg'usi. Gomindang bilan Shinsayning dushmanligi yaxshi bo'ldi. Bu bir yaxshi fursat. G'oljadan sharoit hozirlandi. Nil qitog'larida balki Almutadan qaytib kelgan yigitlar ish boshlagan bo'lishi mumkin. Turmadan burunroq chiqishning yo'li bormidi? Qaytishning amali bo'larmi? Yo'q, qaytish o'limga o'zini tutib berganlik. Turmaga kirgan gomindangchilarning dod faryodiga moslashish kerak. Ular begunoh kirganligiga qattiq g'azablanmoqda. Jungo Kompartiyasining eng yaxshi o'g'lonlari turmada qurbon bo'ldi. Hozir kommunistlar xeyli bor. Ular bilan munosabat qilishning yo'lini topqili bo'larmi? Nola faryod oldiranquliq chora emas. Shinsay adolat haqiqat to'g'risida nurg'un yolg'on gap tarqatdi. Mana shuningdan foydalanish kerak. Turma Shinsayning ijodiyati. Lekin u bu ijodiyatini Gomindanga, kommunistlarga haqiqat to'g'rini ko'targanlarga do'ngab Xinjiangni xalqdan saqlash uchun turmini ko'paytdim demoqda. Turma uning haqiqatni himoya qilganligining dalili. Bu uning mantiqisi. Biz turmadagi tartquliqning haqiqatga dalil bo'la olmaydiganligini ko'tarib chiqib, Shinsaydan haqiqat, adolat, bar yerda zulm, nohaqchilik bo'lmasligi kerak. Gunohsizlarni qo'yib etim. Shu chaqda xalq sizga ishonadi deyishimiz kerak. Bu gapni kim deydi? Men deyman. Men deyishim kerak. Albatta, foydalanishga bo'ladiganligi vositalardan foydalanishimiz kerak. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxsiy tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi